Negadir juda ko'pchilik internet daromadga ishongisi kelmaydi-da. Nimaligini o'zim bilaman. Chunki men ham 1 yil oldin internetda mana shunday daromad topish mumkinligini bilmaganman. Umuman internet bilan ishim bo'lmagan. Chunki 12-13 soatlik ish bunga vaqt qoldirmasdi. Internetda daromad qilish mumkin. Bo'sh vaqtingizga bo'lsa ham, siz yerda ishlasangiz ham 1 oyni o'zida yerda ishlaydigan daromadingizni 100% topishingiz mumkin va bir umrlik biznesga ega bo'lishingiz mumkin. Men ham shu paytgacha Telegram nima, internet nima, TikTok nima bilmaganman. Noldan boshlab menga xuddi 1-sinf o'quvchisiga o'rgatgandek o'rgatishadi. Bizda ana shunday bepul o'qish programmasi bor. Natijada siz umringizni oxirigacha o'sib boruvchi daromadga va butun umrlik biznesga ega bo'lasiz. Siz bu biznesni nasledstvenniy, ya'ni meros qoldirishingiz ham mumkin. Agar mana shunday ish sizni qiziqtiradigan bo'lsa, men profilimda silka bor, silka orqali o'ting, o'qish programmalari bilan tanishing, ishlab daromadingizni qiling. Yerdagi ish arzimagan pensiyaga aylanadi, ishonavering.